Assalomu alaykum Shahrixon pichoqlar kanalining kuzatuvchilari. Akalar, mana Telegram kanalimizda temir ko'rsa bo'ladimi? Shunaqa pichoq so'ragan akalarimiz uchun. Akalar, mana bu pichoqlarimiz ko'pchilikga zo'r pichoq bersam, akalar ko'pchilikga lezvasi o'tkir deydi, zo'r pichoq ishlatadigan pichoq bersam, ko'pchilik so'rayapti, bu hozir buni temirga ursam qaytmaydimi yoki ikkita pichoqni bir-biriga urishtirsam qaytmaydimi deyapti. Akalar, u imino ko'p sotyaptigan pichoqlar akalar hammasi temirga ursa qaytadigan. Mana akalar, iminoslar so'raganlaringiz uchun akalar, sizlar uchun 5 dona xohlasizlar bir-biriga urishtirasizlarmi? Xohlasizlar masalan deylik, mana hozir mana hammasini urib ko'rsatdim biro'cha. Xohlasizlar bunaqa katta temirni mana o'tirib olib akalar chopib o'ynaysizlarmi? O'shna qilsalar akalar, Alloh nasib qilsa akalar, mana qaytmaydigan akalar, haqiqiy akalar, mana klapindan bo'lgan temirlari oxirigacha o'tib zakladovka qilingan yorma ruchkalar tekislikdan bo'lgan akalar, mana охотничный forma pichog'imiz. Mana shu pichoqlarni akalar olinglar, mana xohlaganlaringizni asosab haligi endi bu haligi temirga ursa, temirga urishdi, hali pichoqni deylik, temirga urishdi yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun endi olib akalar shu pichoqni ikkita pichoq bir-biriga urishtirib o'ynaysizlarmi? Xohlasizlar mana temirlarga urib o'tiringlar akalar. Mana shunaqa pichoqlar akalar. Hozir deylar akalar, mana qanday lezvalari, mana o'tkir pichoqni bersam, mana shunaqa pichoqlarga bir-biriga urishtirib qo'yyapti yoki temirga urib qo'yyapti. Akalar, bular dami yo'q akalar, bular ishlatgan zo'r pichoqlar, keski, sovg'aga. Mana bular akalar shunaqa aytib o'tganimdek, bular temirga uradigan, ikkita pichoq bir-biriga urishtiradigan pichoqlar akalar. Kimgagina kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, nomerlarimizga yozib qo'yamiz.